Hamma narsa birinchi raqamli tikomdan boshlandi. Uni o'z qo'llarim bilan har bir murvatigacha ko'zdan kechirib, yangi hayot bag'ishladim. Aziz do'stlar, bugun sizlarga tikomning ichki qismini qanday qilib o'z qo'llarim bilan yangilaganimni ko'rsatmoqchiman. Mashina nafaqat tashqaridan, balki ichkaridan ham haydovchiga zavq berishi kerak. Shuning uchun men salonning har bir detaliga alohida e'tibor qaratdim. Birinchidan pedallarni yangiladim va eshiklarga maxsus embo relyefli qoplamalarni o'rnatdim. Bu mashinaga o'zgacha shinamlik va hashamat baxsh etdi. Lekin eng qiyin va mas'uliyatli ish hali oldinda edi. Bu ruldagi charm g'ilofni tikish jarayoni. Rulli charm bilan qoplash uchun har bir chokni qo'lda birma-bir tikib chiqishimga to'g'ri keldi. Ishoning, bu juda mashaqqatli va uzoq vaqt talab qiladigan jarayon bo'ldi. Qo'llarim tolib, charchagan bo'lsam-da, har bir igna sanchig'ida tikomga bo'lgan muhabbatim bor edi. Ko'pchilik nega bunchalik azoblanasan deb so'rashi mumkin. Lekin natijani ko'rganingizda barcha charchoqlar unutiladi. Mana, tayyor bo'lgan ruldagi charmning silliqligi va qo'lga yoqimli tegishi bu haqiqiy sifat belgisidir. Mening sonli tikom endi nafaqat kuchli, balki ichkaridan ham juda go'zal. Salom do'stlar. Ichki qismni shinam qilib bezatganimizdan so'ng, endi navbat tikomning tashqi ko'rinishiga keldi. Axir yo'llarda hamma havas bilan qarash kerak-ku, to'g'rimi? Men bu safar tikoni tanib bo'lmas darajada butkul o'zgartirishga qaror qildim. Avvalo, mashinaning yuzi bo'lgan kapotdan boshladim. Yaxshi holatdagi kapotni topib, uni mahorat bilan yangidan bo'yadim. Rang tanlash va bo'yash jarayoni juda nozik ish, lekin natija kutganimdan ham a'lo bo'ldi. Shuningdek, old va orqa bamperlarni ham qaytadan ishlab chiqdim. Bu bamperlar mashinaga yangi va zamonaviy ko'rinish berdi. Lekin eng asosiysi bu oxirgi bosqich, ya'ni polirovka yaltiratish jarayoni. Mashina ustida soatlab ishlab, unga haqiqiy jilo berdim. Lakning ostidan. Sichoning rangi xuddi ko'zgudek porlay boshlaganda ko'zlarimga ishonmadim. Har bir detalni yaltiratganimda charchoqlarim o'z-o'zidan tarqab ketdi. Mana, endi mening sonli tikom quyosh nurida xuddi yangi zavoddan chiqqandek yaltirab turibdi. Bu shunchaki eski mashina emas. Bu mehnat va muhabbat bilan sug'orilgan haqiqiy san'at asari. Endi biz bemalol yo'lga chiqishga tayyormiz. Yolg'iz emasligimni tushundim. Birinchi uchrashuvda men kabi tikoni sevuvchi ko'plab do'stlar orttirdim. Yo'llarda tikolarning saf tortib yurishi haqiqiy bayram bo'ldi. Aziz do'stlar, menda bir gap bor. Yaxshi mashina egasini manzilga eltadi, lekin yaxshi do'stlar hayotni mazmunga to'ldiradi. Mana, nihoyat men o'z qo'llarim bilan mukammal darajada ta'mirlagan sonli tikom bilan katta yo'lga chiqdim. Bugun juda hayajonli kun, chunki men kabi tiko ishqibozlari bilan uchrashuvimiz bor. Manzilga yetib kelganimda ko'zlarim quvonchdan porlab ketdi. Rang-barang, turli xil holatdagi tikolarni ko'rib, o'zimni xuddi katta oilaga kelgandek his qildim. Ha, men endi yolg'iz emasman. Biz nafaqat mashinalarimizni ko'rsatdik, balki uchrashuvimizning eng go'zal daqiqasi bo'lgan jamoaviy rasmga ham tushdik. Bu suratda bizning tichoga bo'lgan umumiy muhabbatimiz muhrlandi. Shundan so'ng eng qiziqarli vaqt sovg'alar o'yini boshlandi. Har bir ishtirokchi o'zi bilan maxsus sovg'alar olib kelgan edi. Bir-birimizga kutilmagan hadyalar berib, xuddi yosh bolalardek xursand bo'ldik. Mazali taomlar ustida dildan suhbatlashdik. Ovqatdan so'ng esa tabiat qo'ynida, damba atrofida birga sayr qildik. Bu uchrashuv menga shuni o'rgatdiki, tiko shunchaki transport vositasi emas, u bizni birlashtiruvchi ko'prikdir. Birga o'tkazgan har bir soniyamiz kulgu va do'stlikka boy bo'ldi. Bu kun xotiramda abadiy muhrlanib qoladi. Bizning tiko oilamiz hali ko'p sarguzashtlarni boshidan kechiradi. Va mana, oilamizga yana bir tiko qo'shildi. Ikkinchi sonli tikoni qabul qilib oldim. Bu yangi loyiha va yangi sarguzashtlarning boshlanishidir. Aziz do'stlar, hayot kutilmagan sovg'alarga boy. Birinchi uchrashuvimizdan olgan iliq taassurotlar hali qalbimni tark etmasdanoq. Taqdir menga yana bir ajoyib imkoniyatni taqdim etdi. Mana, mening oilamizning yangi a'zosi sonli tiko. Uni ilk bor ko'rganimda ichimdan bir gap o'tdi. Xudoga shukr, buning holati birinchisidan ancha yaxshi ekan. To'g'risini aytsam, birinchi tiko ustida ishlash juda og'ir bo'lgan edi. Shuning uchun bu safar biroz yengilroq bo'lishiga umid qildim. Lekin tajribali usta sifatida bilamanki, har bir mashinaning o'z xarakteri va yashirin sirlari bo'ladi. Garchi holati yaxshi ko'rinsa-da, bu toychoq ham ancha mehnat va e'tibor talab qiladi. Hali oldinda bizni katta ishlar kutmoqda.
Birinchidan, g'ildirak disk va bamperlarini butunlay yangilashim kerak. Eng muhimi, mashinaning yuragi bo'lgan karbyuratorni sozlash va xavfsizlik uchun tormoz tizimini mukammal holatga keltirish zarur. Faqat texnik qism emas, salonning ichidagi markaziy konsol, center konsol kabi mayda detallar ustida ham uzoq vaqt bosh qotirishimga to'g'ri keladi. Bu detallar haydovchi uchun qulaylik yaratadigan eng asosiy qismlardir. Ha, bu Tiko ham ancha erkalik qiladigan, qo'l mehnati ko'p so'raydigan mashina ekanligini tushunib turibman. Lekin men qiyinchilikdan qo'rqmayman. Aksincha, bu yangi loyiha menga yangi kuch bag'ishlamoqda. Birin, sonli Tiko bilan to'plagan tajribamni endi mana shu ikkinchi sonli Tikomda qo'llayman. Keling, birgalikda bu mitti mashinaning qanday qilib haqiqiy san'at asariga aylanishini kuzatamiz. Bizning yangi sayohatimiz endi boshlanmoqda. Ikkinchi uchrashuvimiz yanada qizg'in o'tdi. Kelajak avlod vakillari bolajonlarning qiziqishi meni hayratda qoldirdi. Tiko bizni bir oiladek birlashtirishda davom etmoqda. Birinchi uchrashuvimizdan qolgan shirin xotiralar bizni yana bir joyga chorladi. Sog'inch ustun kelib, biz ikkinchi bor yig'ildik. Bu safar uchrashuvimiz kichikroq, lekin juda samimiy davrada o'tdi. Ushbu uchrashuvning eng yorqin lahzasi onasi bilan birga kelgan kichkina maktab o'quvchisi bo'ldi. Bu bolakay Tikolarni ko'rib, ko'zlari yonib ketdi. U menga qarab, "Men katta bo'lsam, albatta o'zimga Tiko sotib olaman", deb dadil aytdi. U Tichoning har bir burchagini, har bir detalini xuddi mutaxassisdek sinchiklab ko'zdan kechirdi. Bu mitti qalbda Tichoning kelajagi yashayotganini ko'rib, qalbim faxrga to'ldi. Har doimgidek, uchrashuvimizning gultoji jamoaviy surat bo'ldi. Bu suratda biz nafaqat mashinalarimizni, balki bir-birimizga bo'lgan hurmatimizni ham muhrladik. Vaqt qanday o'tganini bilmay qoldik. Suhbatimiz shunchalik qiziq ediki, birinchi bosqichdagi gurungimiz kamlik qildi. Biz ikkinchi bosqichga o'tib, yarim tungacha Tiko haqidagi hikoyalar va xotiralarni ulashdik. Tiko bu shunchaki o'tmish emas, u bizning bugunimiz va yosh avlodning orzusidir. Bizning bu kichik, ammo qadrli mashinamiz atrofidagi sarguzashtlarimiz hali uzoq davom etadi. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Mana aziz do'stlar, mening Tiko bilan bog'liq uzoq va qiziqarli hikoyamni ko'rib chiqdingiz. Bu kichik mashina orqali men nafaqat texnikani o'rgandim, balki ajoyib do'stlar va unutilmas xotiralarga ega bo'ldim. Tiko haqidagi yanada batafsil ma'lumotlarni, har bir ta'mirlash jarayoni va sarguzashtlarimizni mening YouTube kanalimda ko'rishingiz mumkin. Sizning har bir obunangiz va laykingiz men uchun juda muhim. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz menga yangi va yanada qiziqarli videolarni tayyorlash uchun ulkan kuch va ilhom bag'ishlaydi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va biz bilan qoling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.